Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana necha yildirki bu pianino deb nomlanadi, teskari arka deb nomlangan darvozani Xudo xolasa akamning xonadonlariga qo'ydik. Bu darvoza 6-7 yildan beri davr surib kelayotgan darvoza. Nihoyatda abishni darvoza. Hamma yo'g'i o'sha rasmda katalogida qanday bo'lsa chiqardik. Bu darvozani manzillari, buni ishlatiladigan materiallarni qisqacha obzor qilsak, darvoza gigant razmerda. Bo'yiga 4 metr, eniga 4,5 metr bo'lgan darvoza. Bunga ishlatiladigan materiallari ikkala yoni, atroflari, tepa tomoni, o'rtasi o'ngga o'ng qalin stena brusda profilda foydalanilgan. Oyog'ining tagi 10 shivellar qilingan, oyog'ining tagiga. Bunga oldiga 1.8, orqa tomoniga 1.5 lis qoplangan, 2 qavat qilingan, 3 metr qilingan. Darvoza ranglar o'sha mikrosfon anatomik qilib sepilgan, lekin material raketa fonni sepib chiqilgan. Bunga ishlatilgan oldidagi bezaklarga fon element gullardan, vibralardan 2 profildan foydalanilgan. Past tomoniga doppiga turib, ikkinchi qavatiga ko'tarib chiqilgan. Darvoza 2 qavat bo'lgan, aytib o'tganimdek shumka qilingan. Oldi 1.8, orqasi 1.5. Uni ham yana qayta aytib o'taman. Kalitkasi 95 sm kalitka ajratilgan. Darvoza 4,5 metr eniga bo'lgan hisobiga Nodirbek, menga kattaroq qilib bering. Chunki tashqari ham bemalol kirib chiqsin deganlarga 95 sm kalitka qilib berilgan. 1,5 ga 1,5 zazor yopish hisobiga profil qonni aylantirib, qurga aylantirib chiqilgan. Tepa tomoniga tahyasi 55 sm tahya qilingan. O'ng profil tahyan tagiga ham tortilgan. Pesh bo'limi 2 ga 3 profil qilingan, buni stenasi ham qalin. Ichki qovurg'alari 6 ga 6 profil ishlatilgan, buni stenasi ham qalin, 1.7 stenada ishlatilgan profillari. Xudo xolasa darvoza nihoyatda chiroyli. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Xudo xolasa Qirg'iziston, Tojikiston, qo'shni davlatlarga ham xudo xolasa dastlabkalarimiz mutlaqo bepul. Zamuhlarga kelsak, zamuhlar o'sha hammaga qo'yib kelinadigan stemur zamuk. Zubur deysa zubur qo'yib beramiz, stemur deysa stemurni qo'yib beramiz. Bu turetskiy, rossiyskiy emas, zubur bo'lsa rossiyskiy bo'ladi. Orqa tomonni deganlarga orqa tomonni ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Orqa tomonlari ham 1.5 listda qoplangan. Senter zamok, hamma qo'yib kelinadigan senter zamok. Chandirlarimiz shu eng katta baquvvat chandirdan planka asosida fonni kuyib chiqilgan. Ochilib yopilishlari xudo xolasa mana. Yengil. Bismillah. Qarozi aytgan jetingizga o'yin qo'yilgan. Ochilib ketishi yoki yopilib ketishi umuman turgan jetingizda darvoza qotadi. To'xtatib qo'ysangiz, to'xtagan joyda turadi. Agar darvoza tekis o'rnamasa, darvoza qanoti yo'q ochilib ketadi, yo'q yopilib ketadi. Darvozaning manzillari o'zimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chindo'l qishlog'iga qo'ydik. Bu mahalla bizga begona emas. Mana operator tomonga ham qaradi. Ana shu darvozani ham o'zimiz qo'yganmiz. 1 yil avval qo'yilgan. Mana shu darvozaning orqasidan bu akam telefon qilib, Nodirbek o'sha qo'shninikiga qo'ygan ekansiz darvoza. Nihoyatda chiroyli chiqqan ekan. Deganlarning hisobiga menga ham zakaz berdilar. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. 1 yil oldin qo'yilgan darvoza. O'zimiz yangi idea qilingan bu darvozani o'zimiz g'oya bo'yicha ishlangan. Mana bu ham katta gigant razmer, 420 eniga 420 bo'yiga bo'lgan. Mana ranglari hamma yo'g'i nihoyatda qanday qo'yilgan bo'lsa o'shanda turibdi. Keldingizmi aka? Jahongir akamni ukalari mana o'zlari, mana hop muomalani qolganini xudo xolasa rajat qilyaptilar. Darvozani ko'rib oldingiz aka? Xudo xolasa hamma yo'g'i bekami ko'z? Kamchiligi yo'qmi? Ha, yo'q, yaxshi darvoza, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ha, ko'rib oling darvozani aka. Ochilib yopilishlarini hamma yo'g'ini Jahongir akam chunki ishonib menga zakaz berganlar aka. Qanotlarni ko'rib oling, katta qanotlarni ham. Ochildi, ha. Aslida yaxshisi bo'ldi aka. Yopilib ketishi, ochilib ketishi defekti yo'q-a bu darvozani. Yaxshi. Bo'ldi, yopildi. Yaxshimi? Yaxshi ekan. Xudo xolasa Jahongir akaga hisobchilarsiz. Ikkalamiz hisobchilarmiz-da. Mendan so'raylar, ko'rib oldim deydilar. Xudo xolasa aybi yo'q darvozani aka. Hamma yo'g'i joyga. Rangilari. Birozgina changi bor, unda artibon, artizda top-toza bo'lib qoladi. Bo'ldi aka, yaxshi bo'ldi. Bergan pulingizga aka? Mayli, sizdan Rizzo bo'ling, ha. Darvozani yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarda qilsizlar Jahongir akam. Xudo xolasa mana aka, barakatli bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang aka. Xo'p. Assalomu alaykum.